Ushbu loyiha Turon-bank hamkorligida Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani Dehqonobod MF 341-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan, maydon hajmi 4 gektar, uzunligi 600 metr, eniga 66 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish jarayonida. Ekinlar yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 8 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha yarim gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor FS Logistik ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, jami 120 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirib boriladi.